Oh, oh, uy, namcha sovuq. Uy, namcha sovuq. Nima bo'lyapti? Eshik yopibmi? Yaxshi yo'q-ku. Namcha sovuq. Короче, hammaga salom bo'lasizlar bilan men Vandiko'z. Bugungi videoda oddiy mana ekinlarga qarab survival qilyapmiz. Ertalabdan juda sovuq negadir. La'nati, bozordan kurtka sotib olsam bo'lar ekan. Kun issiq edi-da, men qayerdan bilibman. La'nati, juda ham sovuq. Juda ham sovuq ekan. Hammacha sovuq. To'g'ri, hozir yoz, ammo menga qanaqadir sovuq tuyulyapti. Mayli, ekinlarimizga qarashni boshlaymiz. Mana ekinlarimizga qarashni boshlaymiz. Kartoshkalarim pishib ketibdi-ku, ertaroq olmabman. Hop. Voy, nima bo'lyapti? Yaxshi. Chopilmagan ekan. Hop. Yaxshi. Ularni ichida yo'qmi? Mayli, chidaymiz endi sovuqqa. Nima qilibdi? Sovuqqa chidash kerak edi. Bularni hali ekish ham kerak. Yoqmayapti. Yana men ahmoq, yana suvga kiraman. Sovuq desam. Hop, yaxshi. Yerdan chiqib oldik. La'nati, mana shuni to'g'rilashim kerak edi. Nuqul buzilib qolaveradi. Shu ham asabga tegyapti. Nuqul to'g'rilash kerak. Shitdan o'tmasa bo'ldi. O'telada. Uyimizda daraxt bormikan? Bizga juda daraxt kerak bo'lyapti. Sandiqda daraxt. Yo'q, daraxt yo'q ekan. O'shaning uchun hozir biroz daraxt chopib kelamiz. Daraxt qayerda? Narigi tarafda ekan. Narigi tarafdan chopib kelamiz. Telefon nega burilmayapti? Qornim och qolib ketdi. Unchalik ham ochgani yo'q. Qornim ochgani yo'q, lekin biron narsa tanovul qilib olsam yomon bo'lmasdi. Mayli, hozir daraxt chopishga boraylik-chi. Keyin bir gap bo'lar. Uyga kirib olmami, go'shtmi yeb olaman. Chunki вообще qornim tez ochishni boshladi. Anaqa daraxtdan kerak. Bu yerda 5 ta ekan. Biz qishloqlarni uyini chopmaymiz, chunki qishloqlar merga aytib bersa, mer bizani balki qishloqdan ham haydar. Mana bundan boshqa qishlog'im yo'q. Qishloq topish ham muammo o'zi bu versiyada. O'shaning uchun ham indamay endi qilish kerak. Hop. Уже yugurolmay qolishimga oz qoldi. Bitta borib kelganga shunchami? Mayli. Bitta go'sht bilan bitta olma yeb olaman. Qorin to'yarmikan? Qorin to'ydi va nihoyat. Mana 10 ta daraxt ham chopib keldim. Buni biz anaqa qilishga ishlatamiz. Hozir maydalab olay. Buni kartoshka pishirishga ishlatamiz. 19 ta yog'ochimiz
Yo'q. Da 19 yog'ochimiz qolgan. Ne yog'och kam. Qo'y qishloqi. Qara, ekinlaring o'sib ketibdi. Ekinlaringni olsang bo'lmaydimi? Mer senga qanday ruxsat beryapti? Ekinlaringni olmasdan yurishga. Mana ekinlaringni qara o'sib ketgan. Olsang bo'lmaydimi? Senga nima bo'ldik? Sening ishing menga bo'lmasin, tushundingmi? Xohlaganimni qilaman. O'zing bilasan, borib men merga aytib beraman. Jinni. Do'stlar, merga aytib berish kerak. Ne? Men yashamayman sen. Assalomu alaykum. Kirishga mumkinmidi? So'raganim yo'q. Kirishga mumkinmi? Kir. Hurmatli mer, anavi jetelning ismi nima edi? Короче, o'sha jetel ekinlari o'sib ketsa ham olmayapti. Bir gapirsangiz bo'lmaymi? Nima bo'ldi? Ochiqroq tushuntir. Qarang, ekinlari o'sib ketgan, lekin olmayapti. Hozir men ol desam, senga nima deb baqirib beryapti. Shunga nima qilay? Oldiga borib, men aytdi de. Xo'p. Xo'p, endi bunga aytish kerak. Qishloqi. Mer aytdi. Tez ekinlaringni ol. Bo'lmasa men o'zim olib ketaman bu ekinlaringni. Mer aytgan bo'lsa, xo'p. Yana chaqimchilik qildingmi? Mandik. Senga nima? Bor yo'qol. Menga qara, ko'p asamga tegma. Birga ko'rasanmi? Bitta sakrab turib urardim, mer borda ko'rib qoladi. Hech narsa qila olmaysan. Ne qila olaman, tushundingmi? Urma, ber. Jim. Bor ekinlaringga qara. So'te. O'zicha karillaydi menga yana. O'zicha karillaydi. Xo'p, mana bu yerda to'g'rilab qo'ysam bo'lar ekan. Mer qilmaydi-yu baribir. Mer faqat yeydi, ichadi, yotadi. Biz ish qilamiz. Bolalar. Hop. So'rab qo'ysam, mana jetelni sal g'alatiroq ekan. Voy, yommayo. Nima qurib qo'ydimi? Shunchaki bosib tasham, lekin shunday narsa qurib tashamki, bom. Hop, yaxshi. Olmos blokmi? Olmos blok. Yo'q, hechim ko'rmadimi? Qishloqlar ko'rmasin-da, berkitishim kerak. Mana. Yaxshi qishloqlar, nima bo'lyapti? Bor ishingga qarama. Shu yerda qishloq yo'qmi? Voy, Diamond. Qanisiga bu yerda olmos paydo bo'lishi mumkin? Mani uyimni tagida. Mana uyimni tagida qanisiga olmos bo'lishi mumkin? O'zi tagidami-da? Tagida olmos bo'lishi mumkin. Yo'q, men buni shunday qoldirmayman, vallahi. Yana olmos. Uyimda kimdir olmosdan nimadir qurganmi? Yo'q, buni men tagiga yetaman. Mana bular yashirib qo'yik, qishloqlar ko'rib olib ketib qolmasin. Kech bo'ldi. Hozir uxlab, ertasi kuni tekshiramiz. Yo'q, kim uyimga qurib ketgan bo'lishi mumkin? Nima qurib ketgan bo'lishi mumkin? Yo'q, kim emas, nima qurib ketgan bo'lishi mumkin? Hozir ko'ramiz-da. Xo'p, bu qayerda edi? Mavtlarda edi. Mana shu yerdan ko'lasa to'g'riroq bo'ladi. Mana kirkamni olaman. Bolton bor edi. Mana shu yerdan anaqa ko'lasak to'g'riroq bo'ladi. Va nima? Yo'q, buni hechim ko'rmaslik kerak. Yo'q. Nima bu, obunachilar? Kim menda uyimni tagiga olmosdan narsa qurib ketdi? Voy, buni jetellar ko'rmasligi kerak, mer ham ko'rmasligi kerak. Agar buni mer ko'radigan bo'lsa, u aniq tortib oladi bu narsalarni. U sandig'im bor ekan. Kimdir yozib ketibdi. Mendan senga sog'va, yaxshi ishlaganing deb davomini yozmabdi. Menimcha yaxshi ishlaganing uchun degan. Mendan senga sog'va, yaxshi ishlaganing uchun.
Men hech qanaqa ish qilganim yo'q. Qanaqangi nega menga bunaqangi sovg'alar berishyapti? Mayli, Yo, nima bu? Yo! Olmos blok, oltin blok, temir blok hammasini olaman. Men bo'yman. Mayli, obunachilar, agar hozir men merga aytmasam, men bularni topganimni qishloqlar eshitib albatta aytadi. O'shaning uchun men merga zumrad blokdan hammasini beraveraman. Chunki menga zumrad unchalik kerak emas. Yo'q, zumrad blok bermayman. Zumrad blok kamroq beraman. Yana sandiq. Yo, aslahalar, qurollar. Yo, bolalar. Hammasini olish kerak. Lekin kim qo'yib ketgan bo'lsa ham, Abdushi rahmat. Kim qo'yib ketgan bo'lsa ham. Lekin yaxshi o'qdi. Endi mana bularni ham olib ketish kerak. Yo'q, bularni boshimga uraman-ku, qo'limda shuncha narsa turibdi. Amal bularni keyinroq olamiz. Hop. Hech kim ko'rib qolmasa bo'lgani. Hop. Yaxshi, endi yo'q, unday emas edi. Mana qaydi menimcha. Hop. Yaxshi, endi ustimdagi mana temir tuqurlarni echib tashlaymiz-da. Olmoslisini kiyamiz. Hozir men kerak narsalarni ham qo'yib qo'yay. Sabzi kerak emas. Hop. Kiyimlarni tezroq kiyib olish kerak. Mana kamon o'qi va albatta oltin olma sehrlangan bo'ldi. Bu yoqqa hech narsa qo'ymaymiz. Hamma qo'rqib ketsa kerak. Olmos brayni kiyib olganim mana bola. Ishlar mumkin, hozir meram ko'radi buni. Assalomu alaykum. Uzr, mer. Assalomu alaykum, mer. Qalaysiz, brat, yaxshimi? Chacha, chuchu, yaxshimi hammasi? Zerikmayapsizmi? Sen qanday bunday bo'lib ketding? Короче, mer, mayli, men sizga hamma sirimni ochaman. Короче, men ishlaganim uchun kimdir meni uyim tagiga bitta olmosli xona qurib, o'shitga olmoslar, mamlaqa qurollar, braniyalar, oltin olma, keyin anaqa zumradlar, oltin, olmoslar mana berib ketibdi, temirlar berib ketibdi. Keyin yozib ham qo'yibdi, yaxshi ishlaganing uchun mendan senga sovg'a deb. Afsus, menga ham berasanmi? Axir men seni boshlig'ingman. Ha, albatta beraman, hozir. Hop, qanday bersam ekan? 2 stak bo'ladimi? Mana mer, mana shuncha zumrad mendan sizga sovg'a. Hozir, mana. Hozir, mana ushlang. Men yana emerald zumrad beraman. Senga katta rahmat. Bugundan boshlab sen meni ishchimsan, ya'ni vazirim. Rahmat. Arziydi. Bo'pti, endi uyga boraqa. Bo'pti. Xo'p, endi meni ko'rganinglarda obunachilar vafshe meni boyib ketdim. Mana shuncha narsam bor, boyib ketdim. Ammo sehrlash stoli shunaqa narsalar bermabdi. Mayli. Keyingi qismlarda o'zim albatta olaman. O'zim keyingi safarlarda. Bu prosta men uchun yordam berdi-da kimdir. Abdushi rahmat. Kim bo'lsa ham o'sha odam mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsa, Abdushi rahmat. Hammaga xayr, video tugadi.